Aqliy fon orqali islomlashish. Uyg'ur ijtimoiy aloqa torining o'zgarishiga nazar. Avtori Aziz Aysa Alkun. Kirish so'z. Jamiyatshunoslik insonlarning barliq hayot faoliyatini o'zining tadqiqot obyekti qilgan holda o'z ichiga oladigan, doirasi keng bo'lgan bir ilm sohasidir. U barliq ilmlarning asosiy va yetakchisidir. Chunki biz insonlar almisoqdan tortib aql farosatimizning tang yarmini o'zimizni bilish uchun sarf qilib kelyapmiz. Jamiyatshunoslikning hamma e'tirof qiladigan abstrakt bir prinsipi, siz qandaq bir turda tadqiqot olib bormang, oldi bilan siz cho'qim shu jamiyat topidagi odamlarning etnik milliy alohidligini chiqish qilib, ularning ko'ngildagini, yashagan tabiiy, siyosiy va ijtimoiy muhitlarini tushunishingizni, bo'libmi ularning hayotida duch kelayotgan masalalarini, arzu-armonlarini, o'tgangi va hozirgi xushalliqi, qayg'usini, kelgusiga bo'lgan umid va tashvishlarini, bo'libmi yoshlarning jamiyatdagi ruhiy holatini kuzatib, jamiyat iqim yo'linishini to'g'ri va ilmiy usulda bilishingizni talab qiladi. Har qanday bir jamiyat to'bidagilarning ruhiy holati va hayot faoliyatlarini ular o'zlari yashayotgan, burundan bor bo'lgan yoki yangidan shakllantirilgan jamiyat muhiti tadrijiy barpo qilinganiga o'xshash, yana shu bir teritoriyada uzoq mazgil to'plashib yashagan bu topdagi odamlarning amaliy hayot faoliyatlari mazkur jamiyatning o'zgarishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'ladi. Jamiyatshunoslik ilmining bog'lanishlik doirasi keng bo'lib, u genetik, etnik, tabiiy teritoriya, siyosiy, milliy, ijtimoiy, iqtisodiy, tarixiy, madaniy, hokimiyat qurilma qatorliq nurg'un sohalarni o'z tarkibiga olgan bo'ladi. Jumladan, keng doiradagi abstrakt jamiyatshunoslik nuqtasi bilan aytganda, bugungi insonlar hayot faoliyatining hamma sohalariga tasavvur qilg'usiz o'zgarishlarni olib kelayotgan uchur davrida Uyg'urlarmi o'z ulushini olishga ulgurargan dunyo internet to'ri va uning keyingi taraqqiyot mas'uli bo'lgan ijtimoiy uchur aloqa vositasi Uyg'ur jamiyatiga bo'libmi Uyg'ur yoshlarga qanday o'zgarishlarni olib kelyotidi degan savolga javob izlash zaruriyati albatta tug'iladi. O'tganki bir qancha yillardan buyon bo'libmi 2012 yilidan 2014 yilning o'ttirlargacha Uyg'urlar aktiv qo'llanib kelayotgan undidor aqliy fon ijtimoiy aloqa aptorining Xitoy hukumati doiralari tomonidan qattiq nazorat qilinishi, bo'libmi 22 may Urumchi adiganlik bozor bomba hujumi yuz bergandan keyin boshlangan qattiq zarba berish harakati bilan tangla soqchilarning ko'chada ketayotgan xoligan bir Uyg'urni to'xtatib turib, yanfonini tekshirishi. 2014 yili yozda Xotan qatorliq ba'zi viloyat va shaharlarda undidor aloqa to'rining to'sib etilishi qatorliq bir turlik ijro qilinayotgan siyosiy harakat va cheklash tadbirlari bilan rayonda o'tganki yillardan buyon uzilmay yuz berayotgan qonliq voqealar o'ttirisida zodi qandaq munosabatlar bor? Rayonda yuz berayotgan zo'ravonlik voqealarini Xitoy hukumati xalqaro sahnalarda dunyoga bar kuchi bilan targ'ib qilib kelayotganidek, rostilla Uyg'ur yoshlari orasida islom oshqo'lligi yoki jihad qilish targ'iboti asosida Xitoy hukumati da'vo qilib kelayotgandek atalmish Sharqiy Turkiston islom harakatining bu voqealar bilan zodi qanchalik munosabati bor? Qisqasi bu maqolada men o'zimning yaqinqi yillardan beri vatan ichi va sirtidagi to'r bekatlarini bo'libmi asosli holda undidor ijtimoiy uchur aloqa to'rini qo'llanish jarayonida egallagan manbalarim asosida bugungi yangi uchur texnikasi davrida aqliy fon ijtimoiy aloqa to'ri orqali uchur almashtirayotgan millionlagan Uyg'urlarning bo'libmi Uyg'ur yoshlarining o'z jamiyatiga va shu jamiyat ijtimoiy siyosiy muhitiga qandaq ta'sirlarni ko'rsatganligini, oqibat qandaq o'zgarishlarni olib kelganligi qatorliq ijtimoiy hodisalarni Uyg'ur vatanida yaqinqi yillar mobaynida bo'lib o'tgan tragediyalik voqealarga birlashtirib bayon qilaman. Uyg'urlarning mavhum dunyodagi didori undidor. Uchur aloqa texnikasining 25 yildan buyongi uzluksiz taraqqiyoti insonlarning hayot faoliyatlariga olamshumul o'zgarishlarni olib keldi. Jumladan dunyodagi nufusi eng ko'p va eng keyin taraqqiy qilayotgan Xitoy davlatimi bu uchur texnika taraqqiyotining sirtida qolmadi. Bo'libmi o'tganki 3 yildan buyon Xitoy davlatida aqliy telefon to'ri ishlatuvchilarining soni nihoyat tez o'rladi. Xitoydagi eng chong ijtimoiy aloqa to'rini qurgan Xitoyning Testnet shirkati 2,5 yilning oldida Weixin, undidor yoki inglizcha WeChat, Kanadada taraqqiy qildirilgan
Kik Messenger programmasini ko'chirib, shu asosda taraqqiy qildirgandan keyin 2013-yilning oxirida Undidar Vision appning dunyo bo'yicha aqliy fon qo'llanish odam soni 600 milliondan oshib ketgan bo'lib, Xitoy davlatidagi qo'llanuvchilarning soni 500 milliondan oshgan. Undaqda Uyg'urlar Undidar deb ism qo'ygan bu ism bilan tanilgan Uyg'ur yosh va o'tir yoshlarni asos qilib qo'llanilayotgan bu ijtimoiy uchur aloqa to'ri o'tganki 2-3 yillardan buyon Uyg'ur jamiyatiga qandaq o'zgarishlarni olib keldi. Vision Undidar ijtimoiy aloqa to'ri normalda xususiy kompyuter PC mashg'ulotini asos qilmaydigan aqliy fon sistemasiga mos loyihalangan bo'lib, texi yaqin mazgilda xususiy kompyuter sistemasiga mos keladigan sirtdan qo'llovchi programmasi ishlatgan bo'lib, yanada 90% dan ko'proq qo'llanuvchilar aqliy fon orqali mashg'ulot olib boradi. Demak, Uyg'ur elining ichi va sirtida bo'lib, taxminan bir qancha million Uyg'urlar dunyo bo'yicha Undidar orqali do'stlari va oiladagilar bilan har kuni degudek ovozliq, sin, uchur yo'llash shakli yoki rasmlar almashtirish orqali o'zaro aloqa qilib turdi. Gerçi Ürümçi'de 2009-yılı yüz bergen Ürümçi 5-yıl qallaq vaqasidan keyin Xitoy hukumat doiralari Uyg'ur torbatlariga qarata nazorat qilish, boshqarishni texnik kuchaytirib, islomiy, siyosiy va milliy noroziliklarni o'z ichiga olgan mazmunlarning torlarda tarqalishini qattiq cheklab kelgan bo'lsa, 2014-yili 1-mart kunning vaqasi va 22-may Ürümçi adlilik bozoriga hujum qilish vaqalaridan keyin Uyg'ur vaziyati qaytadan jiddiylashdi. Dairalar Uyg'ur torbatlarida bo'libmi, aqliy fonlarda Undidar app orqali sezgirlik yetadigan barliq mazmunlarni bo'libmi, islomiy, diniy, siyosiy mazmunlar yoki islom ashqonligiga oid mazmunlarning tarqalishini qattiq kontrol qildi. Ham yangidan Xitoy o'zining qonun qomusi qo'shgan tor jinoyatiga tatbiqlab ko'p sondagi Uyg'ur yoshlarini islomiy unsin, milliy bo'lganlikka oid uchurlarni ko'rganlik uchun qo'lga oldi va turmalarga qamadi. Uyg'urlarning bo'libmi yoshlarning Undidar appni aqliy fonlarda qo'llanishi qulaylik bo'lishi va qo'llanish odam sonining tezdan ko'payishi sababidan doiralarning kontrolligi vaqtincha Uyg'ur torbatlariga qaraganda unumi tuban bo'lib keldi. Bundaq bo'lishidagi yana bir sabab Undidar qatorliq ijtimoiy aloqa applarda Uyg'ur tili va yoziqining keng doirada qo'llanilishidir. Men xususan Undidar ijtimoiy aloqa to'rini qo'llangan o'tganki 2 yildan buyon mening yeza va shahardagi urug' tuqqan yoki do'st yaranlarim bo'lsin, men qatnashgan to'pdan yoki do'stlar chambarkidan vatan ichi va sirtidan tarqatilayotgan islom ashqonligi va Xitoy hukumatiga qarshi islom jihodiga da'vat qilingan unsin hujjatlarini Uyg'ur xonim-qizlarining islomiy yo'sinda kiyinishi targ'ib qilingan vaz-nasihatlik yozmalaridan tartib, Xitoy hukumatining siyosatlari tanqid qilingan hajviy rasmlargacha bo'lgan Uyg'ur jamiyatining har qatlamdagi aks ettirilgan manbalar bilan yaqindan tanishib keldim. Tabiiyki, Undidar Uyg'ur bugungi real hayotining to'r mavhum dunyosida aks etilgan bir holati bo'lib, Uyg'ur yoshlarining erkin fikr qilish orzusi va istaklarini ularning jamiyatda qanday sohalarga qiziqayotganlik yo'nalishini ko'zatishga qulaylik bir ko'znak bo'lishni hozirlagan edi. Maqolani oldi bilan tuvandagi savollarga javob izlash bilan davomlashtiraman. Aqliy fon to'ri orqali Undidarlarda islomchilik iqimining Uyg'ur jamiyatida tizdan yamarishining orqasida qanday sabab va natijalik munosabatlar yoshirilgan. Gerçi Uyg'urlar islom diniga e'tiqod qilib kelayotgani 10 asrdan oshgan bo'lsa-mu, nima uchun bugungi kunga kelganda Uyg'ur yoshlari ijtimoiy uchur aloqa to'ri orqali islom dini va da'vatchiligini, islom tashviqotlarini qaytadan boshlaydi? Bu tashviqotlarda nima uchun zulm qilguvchi ishg'oliyatchi kafirlarga qarshi islom jihodi olib berish tashabbus qilinadi? Tarixiy orqa ko'rinish. Dunyodagi har qanday bir siyosiy va ijtimoiy masalalar tasaddubi yuz bermaydi. Balki uning aniq va yoshirin kelib chiqish sababi ham muayyan o'tmishi bo'ladi. Demak, bugungi Uyg'ur yoshlarining dunyo uchur to'ridan foydalanib, aqliy fon orqali qaytadan islomlashishi, ya'ni islom tarbiyasiga erishish fursatlarini izlab tepishi normal bir ish. Ammo siyosiy islom yoki islom ashqonliq tashviqotlarini olib berish tabiiyki sababsiz paydo bo'lgan iqim emasdir. Buning sabablarini biz nuqul holda
dunyo islom radikalligiga bog'lab tushunishdan ko'ra Uyg'ur jamiyatiga nazar solib, o'tganki yarim asrdan ortiq vaqtdan buyon bo'lib o'tgan Uyg'ur elidagi siyosiy va ijtimoiy voqealar bilan birlashtirib tahlil qilsak, ishonamanki biz qanoatlanarlik sabab natijalik javoblarga erisha olamiz. Uyg'urlar islom dinini qabul qilgan 10 asrdan buyon islom dini Uyg'ur hayotining hamma sohasiga tizdan singib kirgan va mukammal umumlikqa ega bo'lgan bir diniy e'tiqodi aylangan. Tarixdan buyon islom dinining Uyg'ur jamiyatiga bir alohidaligi dunyodagi boshqa islom davlatlariga o'xshash hokimiyat bilan dinning birlashtirilishi va dinning tashkiliy tusini elishi bilan ifodalanib kelganligidir. İslam dinining roli Uyg'urlarning ijtimoiy va madaniy hayot qatlamlarida ifodalana qolmasdan, balki negizlik bo'lgan ma'arif, siyosiy va davlatchilik sohasidami o'z rolini ko'rsatib kelgan edi. Uyg'urlarning islom dinini qabul qilgan davlatlardan Qarixonlar xonligi va keyin qurilgan Yakan Saidiya Uyg'ur xonligi, yaqinqi zamonda qurilgan Yaqub Bey 7 shahar hokimiyati davlati va eng oxirgi qatim Qashqarda 1933-yili 12-noyabr qurilgan Sharqi Turkiston Islom Jumhuriyati qatorliq davlatlarning qurilish va boshqarish tuzumi va siyosiy hayotlari bu bayonlarimizni dalillaydi. Demak, Uyg'urlar yaqinqi 100 yildan buyon Sharqi Turkiston deb atab kelgan bu keng zaminda islomiy shariat tuzumi toki 1949-yili yangidan qurilgan Xitoy Kommunist davlati tarafidan rasmiy ishg'ol qilinib boshqarilganiga qadar mavjud bo'lib kelgan edi. Ammo 1950-yildan toki 1980-yillargacha yangi qurilgan Xitoy Kommunist davlati o'z hokimiyatini mustahkamlash maqsadida turli siyosiy kurashlarni olib berib, hatto Uyg'urlarning normal diniy e'tiqod faoliyatlariga 3 kunlik feodalizm ideyasi, yerlik millatchi, pomishchik, o'ngchi, solchi degandek turli tuman siyosiy va proletariat siyosiy qalpoqlarni kiydirib, Uyg'urlarning diniy va tashkiliy jamiyat qurilmasini og'ir darajada vayron qildi. Madaniyat inqilobi yillarida bo'lsa, bu qilmishlarning doirasi kengayib, darajasi chekdan oshib, masjidlarni chiqish, Qur'on va diniy kitoblarni ko'ydirishga berib yetdi. Yuqorida bayon qilib o'tganimdek, Uyg'ur vatanida Uyg'urlar 1980-yillarga qadar o'zlarining ochiq-oshkora normal islom dini va e'tiqod faoliyatlarini olib berishning qattiq cheklanishi natijasida 1960 va 70-yillardan keyin tug'ilgan ko'p sondagi Uyg'ur avlodlari to'liq islom tarbiyasiga erishish, islom dinini to'liq tushunishdan, ya'ni Uyg'ur islom madrasa ma'rifidan mahrum holda cho'ng bo'ldi. Madaniyat inqilobining oxirlashishi, Mao Zedongning o'limidan keyin taxtga chiqqan Xitoy davlatining raisi Xu Yaobang yillarida shakllangan nisbiy siyosiy kengchilik va Xitoy markaziy hukumatining soni oz bo'lgan Uyg'ur, Tibet va Mo'ng'ul qatorliq millatlar rayonlari uchun yo'lga qo'ygan bir qadar mo'tadil milliy siyosati islom ma'rif tarbiyasidan mahrum cho'ng bo'lgan Uyg'ur yoshlari uchun Uyg'ur milliy kimligini bilish, milliy diniy ong va tuyg'ularini tiklashidan kamdan kam fursatlar hozir bo'lgan edi. Tarixdan buyon islomiy aqida bilan davlatchilik va milliy madaniyat eng'iga ega Uyg'urlar garchi eng oxirgi qatim 1949-yili o'zi mustaqil davlatining mavjudligidan mahrum qilgan bo'lsa-mu, ammo mustaqillik va islom dini engidan milliy g'urur, tuyg'u ham ruhlaridan mahrum qolmadi. Aksicha, avlodma-avlod yoshlarining oilaviy tarbiya asosidagi milliy diniy tarbiyasi kimlik g'ururi kuchayib keldi. Uyg'ur yoshlaridagi bo'libmi oliy maktab o'quvchilaridagi bu xil milliy uyg'onish 1980-yillardan keyin texmo ro'shanlashdi va o'z kuchini namoyon qildi. Buning sabablari albatta shu yillarda Uyg'ur vatanida yuz berayotgan va hamma odamni tashvishlantiradigan to'xtovsiz elib berilayotgan atom bombasiniqi, atalmish planli tug'ut siyosati, Uyg'ur milliy ma'rifining taqdiri, soni kundan kunga yildan yilga oshib borayotgan Xitoy xan ko'chmanlar masalalari edi. Mana bu sabablar tufayli Uyg'ur vatanida tunji qatim Xitoy hokimiyatining siyosatlariga qarshi 1985-yili Urumchida Xinjiang universiteti qatorliq oliy maktab o'quvchilarini asos qilgan holda olib berilgan 12-dekabr o'quvchilar norozilik harakati yuz berdi. Undaqda 1985-yili islom dini e'tiqodi va shaklidan mustasno holda
Uyg'ur millatchiligi mavqeasida tinchlik bilan elib berilgan 12 dekabr Uyg'ur o'quvchilar norozilik harakati bo'lib, aradan 30 yilga yaqin vaqt o'tgandan keyin bugungi Uyg'ur vatanining siyosiy va ijtimoiy muhitiga nazar solsak, orasidagi nihoyat zo'r farq, burilish va o'zgarishlarni aniq ko'rib olamiz. 1989 yildagi Tiananmen o'quvchilar harakatining qanliq bostirilishi bilan Xitoy markaziy va Uyg'ur elidagi yerlik hukumatlari Uyg'ur o'quvchilarining yetakchiligidagi turli shaklda davom qilinib kelayotgan Uyg'urlarning haq-huquqini talab qilish norozilik harakatlarini masalani tub manbasini hal qilishga ko'ra davlat zo'rliq kuchlik taynib qo'lga olish, turmaga qamash qatorliq bostirishlar usullari bilan oyoqlashtirildi. Sabab natijalik munosabatlar 1990 yildan keyin Uyg'urlar boshqacha yo'l tanlashga majburlandi. Demak, 1990 yillardan boshlab dafsanda qilingan haq-huquqlarni qo'g'dash uchun tinchlik usullari bilan Xitoy hukumatiga o'z noroziliklarini ifodalash yo'llari butunlay etib o'tilgan Uyg'urlar boshqacha yo'l tanlashga majbur qilindi. 1990 yili 5 aprel Aqto'y noyasining Barin yezida Zaydun Yusuf boshchiligidagi Uyg'ur dehqonlarining Xitoy hukumatiga qarshi qurolli qo'zg'oloni bu davrdagi Uyg'ur qarshilik harakatlarining yangi bir sahifasini ochdi. Bu qanliq voqea yuz bergandan boshlab Uyg'ur vatanining nurg'unlagan nahiya va shaharlarda yuz bergan norozilik va zo'ravonlik usullari bilan qarshilik bildirish harakatlarini 1997 yili Xitoy doiralarining g'ulji yoshlarning mashrab harakatini cheklashi sababidan yuz bergan tinchlik bilan elib berilgan bo'lsa-mu, oxirida namoyishchilar Xitoy soqchilari tomonidan o'qqa tutilib, qanliq bostirilgan fojialarni va 2009 yili yuz bergan 5-yo'l qanliq voqeasi qatorliq tragediyalik voqealarni ko'rsatamiz. Undaqda Uyg'ur vatanida to'xtamay yuz berayotgan bo'libmi yaqinqi 2 yildan buyon son, ko'lam va qo'llanilgan vosita jihatdan shiddatlashgan bu zanjirsimon qanliq voqealarning Uyg'ur vatanining hatto Xitoy ichki o'lkalargacha kengayib yuz berishining tub sabablari nima? Yaqinqi yillardagi qanliq voqealarning yuz berish sabablari nihoyat murakkab bo'lib, u tarixiy, milliy va ko'p qatlamli yerlik va Xitoy davlat ichi ham xalqaro siyosiy muhitlar qatorliq turli omillar bilan bog'lanishliqdir. Men o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan temani markaz qilib turib, rayondagi qanliq voqealarning yuz berishining sabablari tuvandagi 2 umumiy nuqtaga yig'inchoqlayman. Birinchi, Uyg'urlar O'rta Osiyodagi turkiy xalqlar orasidagi eng baldur shahar madaniyatiga ko'chgan. O'ziga xos til, yoziq va madaniyatlarni yaratgan xalq. Uyg'urlarning mana bu madaniyatlarni yarata olishi, rivojlantirishi va bugungi kunga elib kelishida Uyg'ur til yozganining jumladan Uyg'ur ma'arifining tuhfasidir. O'tganki 65 yildan buyon o'zining mustaqil davlatchiligidan mahrum yashagan Uyg'urlar hokimiyat tarafidan nurg'un narsalardan voz kechishga majburlandi. Uyg'urlar har narsadan voz kechdi, ammo Uyg'urni Uyg'ur qilib kelgan 3 narsadan voz kechmadi va voz kechishni qat'iy rad qilib keldi. U bo'lsa-mu Uyg'ur islom dini e'tiqodi, Uyg'ur tili va ma'rifidir. Demak, yaqinqi bir qancha yillardan buyon Uyg'ur yoshlarining shiddat bilan elib berayotgan turli zo'ravonlik tusini olgan qarshilik harakatlari Xitoy hukumatining Uyg'urlarning mushu 3 muqaddas huquqini tartib olishga uringan qudratqo'li xarakteridagi bostirishlarga qarshi elib borgan o'z huquqlarini qo'g'dash qarshilik harakati sababidan kelib chiqqan va chiqayotgan harakatlar deb tadbir bersak xato bo'lmaydi. Ikkinchi, hozirga qadar Xitoy va chet el tarafdorlarining xabarlariga asoslanganda bu tipdagi zo'ravonlik tusini olgan qarshilik harakatlarining yuz berishining tub sabablari Xitoy hukumatining Uyg'ur vatanidagi har darajalik qonuniy ijro qilish kuchlarining Uyg'urlarning normal islom dini e'tiqodiga bo'lgan qattiq cheklamasi va normalligidan eshib ketgan. Qudratqo'liq qilmishlarining sabab bo'lganligini bilamiz. O'tganki 2 yildan buyon Uyg'ur vatanida yuz bergan qanliq voqealarning 60%dan ko'proqi Uyg'ur dini e'tiqodi masalasiga tava bo'libmi Uyg'ur xonim qizlarining islomiy yo'sindagi kiyim-kechki, beshiga ortgan hijob yoki ro'molning soqchilar tomonidan qo'pollik bilan zo'rliq kuch ishlatish orqali etishga uringanligidek yoki erlarning soqol burut qo'yishini cheklash qatorliq qilmishlar bu xildagi qanliq voqealarning yuz berishida tub sababli rolni o'ynab kelgan.
Masalan, Erkin Asiya radiosining 2013-yili 4-ayning 23 kuni Maralbeshining Sariqbo'yi bozorida yuz bergan 21 odamning hayotiga zamin bo'lgan qanliq voqeaning yuz berish sababi bo'lsa, aholi komitet xizmatchilari bilan soqchilarning birlikda uy aqtirishi davomida bir oiladagi yashangan ayolning yuzidagi paranjini majburiy echidilganligi sabab bo'lgan. Bu xildagi Uyg'ur xonim qizlarining kiyimi bo'libmi, beshiga artgan hijab yoki ro'molning soqchilar tarafidan qo'pollik bilan zo'rliq kuch ishlatib majburiy elitishga urinishi sababidan kelib chiqqan qanliq voqealar o'tganki bir qancha yildan buyon Uyg'ur elining viloyat, shahar, noyalarida umumyuzlik degida yuz bergan. İnsanlar dünyasida diniy bilish va e'tiqod asosida shakllangan har qanday bir kultur boshqa bir kulturdan ilg'or emas, ham qaloqmi emas. Masala o'xshash bir kulturning tarix sahifasidan tushib qolmay davom qilishi. Ergashkuchi, ya'ni qo'llanuvchi odamlar to'pining ko'payishi bilan rayon xarakterlik umumlikqa ega bir kulturga aylanishdir. Ko'p sonliqqa ega kultur, jumladan madaniyat va e'tiqod to'pidagilarning o'zlari monopol qilgan hokimiyat vositasiga tayanib, millatchilik va irqiy ayirish, kamsitish bilan o'z milliy manfaati badaliga soni oz xalqlarning o'z kimlik, madaniyat va e'tiqodi bilan yashash haq-huquqini tartib olish haqqi yo'qdir. Bir xalqning qandaq diniy e'tiqodga ishonishi, kiyinishi va qandaq yashash huquqi bugungi madaniyatlik dunyoda hamma e'tirof qiladigan eng umumliqqa ega, eng oddiy va eng aqlli bo'lgan tabiiy insonlik haq-huquqlarining biridir. Bu huquqlar bir davlat hokimiyati tarafidan daxli tarozga uchirdi, demak, bu eng oddiy bir insonlik sifati bilan yashash huquqi daxli tarozga uchirdi demakdir. Undaqda eng oddiy yashash huquqimi kafolatga ega bo'lmagan, tinchlik bilan o'z noroziligini Xitoy hukumatiga bildirishning yo'llari butunlay etilgan Uyg'urlar qanday qilish kerak? Yoki ularning diniy e'tiqodi cheklansa, o'z ona til ma'rifi cheklansa, milliy urf-odatlari qo'pollik buzitilsa, Uyg'urlar bu xildagi davlat assimilyatsiya siyosatini qabul qilish kerakmi yoki qo'lidan kelgan har qanday vositalarni qo'llanib qarshilik bildirish kerakmi? Uyg'ur xalqining tanlashi zodi nada? Demak, Xitoy hukumati Uyg'ur xalqining jumladan Uyg'ur yoshlarini mana shunday qattiq bir tanlashlarni tanlashga o'zlari majbur qilgan. Yuqorida bayon qilinganimdek, Xitoy hukumatining rayonda yurgizayotgan tangsiz va adolatsiz zulm siyosati tuzumlariga yillardan buyon davom qilib kelayotgan Uyg'ur yoshlaridagi og'ir ishsizlik masalalari qo'shilib, Uyg'ur xalqining jumladan yoshlarining rayonda yurgizayotgan siyosatga qarata norozilik bildirish usuli va shaklda yangi bir yo'llanishni yasaganligini, ya'ni islom dini e'tiqodini yetakchi qutqazg'uch kuch qilib, zo'rliq kuchlarini qo'llanib qarshilik bildirishi orqali o'zlarining tartiblangan huquqlarini himoya qilishga urinishdek jiddiy bir vaziyat barliqqa kelishga boshladi. Yana bir tarafdan Uyg'ur elida yaqinqi bir qancha yillardan buyon Urumchi, Qashqar, Xotan qatorliq cho'ng shaharlarda Uyg'ur xonim qizlarining to'liq yuzini yepib, O'rta Sharq arab uslubidagi beshining cho'qqisidan putining uchigacha qora rangli hijab kiyish qizg'inligini tez avj olishga boshlagan. Uyg'urlarning islom diniy e'tiqod yo'li to'g'risida izlanib kelayotgan Uyg'ur olimi Erkin Sidiq apandi bu vaqtda nurg'un maqolalar yozish, Bag'dash va Misranim qatorliq nopozliq Uyg'ur turbatlarida e'lon qilib kelgan edi. U 2014-yili 3-ayning 27-kuni yozgan va Bag'dash to'g'risida e'lon qilgan Sunniy islomdagi Vahobiy va Salafiy harakatlari nomli maqolasida Uyg'ur elidagi diniy muhitning o'zgarishi haqida to'xtalib mundoq deydi. Yaqinqi yillardan buyon Uyg'urlarning diniy ishlarida bir qism o'zgarishlar yuz berib, bir qism yangi hodisalar vujudga kelayotganligini bayqadim. Bu o'zgarishlarning bir qismi odamni nihoyat xushal qiladi. Yana bir qismi bo'lsa, odamni nihoyat ansirtadi. Men oldingi maqolamda ba'zi vahobiy yuzlanishga tava narsalarning Uyg'ur diyorida bosh ko'tarib qilayotganligidan qattiq cho'chiganligimni va nihoyat ansirganligimni tilga olib o'tdim. Uyg'ur diyorida yuz berayotgan ba'zi ishlar odamni haqiqatan ichindirdi. Bu xildagi o'zgarishlarga qarata g'arb shunoslarining qarashlari ko'p xillikqa ega bo'lib, rayonda yuz berayotgan zo'ravonlik voqealarini Xitoy hukumatining Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligini qattiq cheklash sababidan Uyg'urlarning passiv holdagi umumyuzlik qarshilik harakati deb qaraydi. Yana bir qismlari bo'lsa,
Uyg'urlarning dafsanda qilinayotgan o'z inson haqlarini talab qilish norozilik harakatlaridan islom radikallarining foydalanib ketish natijasida Uyg'ur eliga O'rta Sharq uslubidagi islom radikal aqimining singib kirishiga boshlanganligini ilgari surdi. Undaqda Uyg'ur vatanidagi Xitoy hukumatiga qarshi zo'ravonlik kuch shaklidagi qonliq voqealarning yuz berishida Xitoy hukumat tarafining dunyoga targ'ib qilib kelayotgandek internet to'rining atalmish xalqaro islom jihad targ'ibotining va yangi tür aloqalashish vositasi bo'lgan ijtimoiy aloqa to'ri undidorining rostilla Uyg'ur yoshlarining Xitoy hukumatiga o'z noroziligini ifodalashda islomiy radikallashish yo'liga yuzlanishga sabab bo'ldimi? Bu qandoq to'qnashlarning yuz berishida aqliy fon internet to'ri undidor zodi qandoq rol o'ynadi? Qani undaqda undidorda bo'lingan hikoyalarga qarab boqayli. Öndüdardagi hikoyalar. Men 2013-yili atiyazdan boshlab Öndudarni qo'llanishga boshladim. Men bu aloqa vositasi orqali vatanda bo'layotgan voqealarni vaqt soatida bilib turish imkoniyatiga ega bo'ldim. Men Öndudarga kirib bir oy bo'lmayla bir qancha to'plarga do'stlarimning tanishtirishi bilan qo'shildim va shu orqali do'stlarimning sonini ko'paytirdim. Do'stlarim soni oz kam 200 atrofida bo'ldi. Oradan uzun o'tmay Yoko Tudu, tor bloglari va Facebook qatorliq media taratqular orqali islom targ'iboti bo'libmi jihad qilish targ'iboti to'g'risida tarqalayotgan yozmalar, rasmlar, ün va sin manbalari diqqatini tortishga boshladi. Dastlabida nihoyatda g'ayri to'yilgan bu manbalar ma'nida keyin ya'ni Uyg'ur jamiyatidagi o'xshash bo'lmagan ma'rif tarbiyasiga, kasbiga ega va o'xshamagan yoshdagi Uyg'ur yoshlarining ruhiy holatini ko'zitish va bilish istagi qo'zg'aldi. Shuning bilan Uyg'ur yoshlarini asos qilgan holda xalqimizning hozirgi ruhiy holatini tushunish va bu haqda bir tadqiqot temasi olib berish maqsadida menga uchragan bu turdagi manbalarni yig'ishga, kuzatishga va tadqiq qilishga boshladim. Tuvanda men mazkur maqolaning negizi bo'lgan Uyg'ur yoshlari aqliy fonda rostilla qaytadan islomlashdimi degan savolga javob tepish istikida Öndüdar do'stlarim tizimligida boshdan oyoq men agishib kelgan 6 kishining yo'llagan turli shakldagi manbalarini va bir do'stlar chambarkidagi mazmunlarni sizlar bilan o'rtoqlashish orqali bu haqda birlikda fikr yurgizaman. Mening Öndüdar do'stlarimning shaxsiyati uchun ularning ismini latin harf tartibi bo'yicha A harfidan boshlab F harfigacha atayman. A. 20 yoshlar atrofida Xitoycha maktabda o'qigan, o'rta maktab saviyasiga ega. Aqsu viloyatiga qarashli ma'lum nahiyaning bir yezisidan. Hozir qurilish ishchisi bo'lib ishlaydi. Öndudarda ko'pincha hollarda Xitoycha va Uyg'urcha manbalarni yo'llaydi. A. Men kuzatgan Öndudar do'stlar tizimligidagilar ichida yoshi eng kichik, jamiyatdagi ijtimoiy o'rni eng tuvan, ammo islom radikallik yoki islom jihodini tashabbus qilgan mazmundagi temalarni eng ko'p yo'llaganlarning biri hisoblanadi. B. 25 yoshlar atrofida Aqsu viloyatiga qarashli ma'lum nahiyasidan. Bir maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Oliy ma'rif tarbiyasiga ega. U 1,5 yilning oldida ichkarida o'qiyotgan vaqtida kunda degdek islomiy mazmundagi yozmalarni o'zining Öndüdar betida va to'plarga yo'llab turadi. Uning yo'llanmalari ichida normal islom dini va islom ashqulligiga oid mazmunlardan sirt qandoq taqvodor bir mo'min musulmon va ayol bo'lish to'g'risidagi vaz-nasihatlik yozmalarni ko'p uchratib turardim. Ammo men bu yil avgust oylarining boshida uning Öndüdar betini ko'rib, bu xildagi mazmunlarning butunlay o'chirilganligini va tuvandagi bir parcha e'lonni 2014-yil 8-oyning 6-kuni chaplab qo'yganligini ko'rdim. C. 30 yoshlar atrofida. O'rta maktab saviyasiga ega. Hozir Urumchida tashqi savdo tijorati qiladi. Asli yurti Qashqar viloyatining ma'lum bir nahiyasidan kasbida natija qozongan C'ning siyosiy yangi diniy ko'zqarashi kuchli. U yo'llanmalari orqali Xitoy hukumatining turli siyosatlariga bo'libmi saqchilarning Uyg'ur xonim qizlarining yog'liq va hijoblarini majburiy elib etilish qatorliq harakatlariga o'zining qat'iy qarshi turganligini maydonni ro'shan ifodalaydi. D. Ayol 35 yoshlar atrofida. Chet elda o'qib vataniga qaytgan ma'rif saviyasi magistr.
u Urumchidagi nüfuzli bir o'rinda tadqiqotchi bo'lib xizmat qiladi. Bu xonim men kuzatgan öndar do'stlar tizimidagilar ichida eng yuqori ma'lumotga ega va eng nüfuzli o'rinda xizmat qilganlarning biridir. Bu xonim öndarni aktiv qo'llanadi. U odatda Uyg'urcha, Arabcha va o'lchamlik Uyg'ur latin yoziqlarida, ingliz, xitoy, rus yoziqlarida universal va xalqaro mazmundagi yo'llanmalarni yo'llab turdi. Bu xonimning 2014 yili 7 oyning 24 kuni bir kunda yo'llagan yo'llanmalariga qarab chiqayli. Yo'l qancha qorong'u bo'lsa, nur shuncha kuchli bo'ladi. 22 may Urumchi Adiganlik bozor bomba hujumi yuz berib, ancha uzoq o'tmay do'stlar chambaragida mundaq deb so'z qoldirildi. Men idorada faqat birla Uyg'ur. Bu voqea yuz bergandan keyin men har kuni Adiganda ishga kelsam, ular menga o'g'irdak yer ostidan qaraydi. Hammasining qaboqlari menga turuk. Men ularga hayronman. Ular qandaqmi oz sondagi odamlarning qilgan ishi sababli butun Uyg'ur millatini ayblasin. Ayol 40 yoshlarda, Qashqar shahridan, o'qituvchi, oliy ma'rif saviyasiga ega. 2 farzandning onasi. Bu xonim o'nidan aktiv qo'llanuvchi bo'lib, u ko'pincha Uyg'ur arab yazqida aqliy so'zlar, Uyg'ur madaniyat, tarix va adabiyotiga oid mazmunlarni yo'llab turdi. Ening yozmalarida men yana qandoq musulmon ayol bo'lish, musulmon ayollarning o'z farzandlarini qandoq tarbiyalashi, musulmon ayollarning sabr taqatli bo'lishi qatorliq mazmunlarni yo'llaganligini ko'ra olamiz. Ayol 50 yoshlar atrofida, oliy ma'rif saviyasiga ega, Urumchidan. Kasbida alohida natija qozongan, xalqaro tijoratchi. Öndarda ko'pincha hollarda Xitoycha manbalarni yo'llaydi. Bu xonim bilan bir do'stlar chambaragida tanishgan bir qatim men bilan bo'lgan Öndardagi xususiy ovozli suhbatda o'zining azaldan beshiga yog'liq ortmaganligi va mushu sababdan dindor kasbdoshlar tarafidan kamsitilganligi, hatto tahdidga uchraganligini bayon qilib mundaq deydi. Men burun qandoq yashagan bo'lsam, hozirmi shundoq yashayman. Men 1980 va 90 yillarni ko'p saqinaman. O chog'larda siz yog'liq artmamsiz, hech kimdan kari yo'qdi. Men hozir ishlaydigan shirkat xo'jayini va nurg'un xizmatdoshlarim nihoyat dindor. Xo'jayinim mendan bir qatim siz nima yog'liq artmaysiz deb so'radi. Men uninga kulib turib, artmadim, bu bosh mening beshim. Bu bosh xolisa yog'liq artidi, xolimasa artmaydi. Sizning karingiz bo'lmasin. Bu shirkatning beshi emas. deb belgisini berdim. Shundan keyin u bola menga bu to'g'risida ortiqcha gap qilmaydigan bo'ldi. Shundaqdimi o'zimni ish o'rnimda rohatsiz his qilaman. Men bilan birga ishlaydigan cho'qqisidan putugacha o'rin olgan yosh cho'kanlar menga romanlar ichidan o'g'irdak qaraydi. Do'stlar chambargidan nima gaplar bo'lyotidi? Men Öndardagi do'stlarimning tanishtirishi bilan Uyg'urlar boshqarishidagi bir do'stlar chambargiga a'zo bo'lib kirgan edim. Bu do'stlar chambarigini Amerikada turishliq bir Uyg'ur xonim ochgan bo'lib, bu topdagi 40 yaqin a'zolarning tang yarmi tegidek ayollar edi. Ammo bu bir xalqaro top bo'lib, a'zolar Urumchi, Qarmay, G'o'lja, Qumul, Qashqar, Guangzhou, Turkiya, Saudiya Arabiston, Amerika, Kanada, Qozog'iston qatorli davlatlardan qatnashganlar edi. Topdagi a'zolarning kasbiy universalligiga ega bo'lib, ularning ichidan kasbiy xodimlarini, xalqaro tijoratchilar, ma'murlarni, o'quvchilarni uchrat qilib bo'ladi. Topga yo'llangan dunyoning bo'libmi Uyg'ur jamiyatining har kunlik umumiy siyosiy va ijtimoiy ahvoli to'g'risidagi turli mazmundagi yozmalar yo'llanadi. A'zolar diniy va siyosiy mazmunlarni ba'zida BBC va CNN va Erkin Osiyo radiosining xabarlarini kelish manbasini bermagan asosda yo'llab turadi. Normal islom diniga oid mazmunlardan boshqa islom ashqo'lligi va jihodga munosabatli yozmalarni asosan ko'rgili bo'lmaydi. Balkim a'zolar o'zligidan bu xildagi mazmunlarni yo'llashdan ehtiyot qilgan bo'lishi kerak. Bu topimiz har juma kuni ulug' juma kunini tabriklash bilan qizib ketadi. Bu topning ro'shan bir alohidligi bo'lsa, Xitoy taratqularida berilgan Uyg'urlarga munosabatli voqealarni ham Uyg'urlarning milliy ma'arif, tili, islom dini qatorliq milliy kimligiga munosabatli manbalarni doim uchrat qilib bo'ladi. Bu topda yana Uyg'ur ayollarining islomiy kiyinishi, yerlik hukumat doiralarining ayollarining ro'mol ortishini cheklashni maqsad qilib tashkillagan go'zallik projekti, erlarning soqol burtoq munosabatli bo'lgan voqea hodisalar to'g'risidagi manbalarga yo'llanadi.
Gahida yetim yesirlarga yordamchisi yo'q, iqtisodiy qiyinchiligi bor ig'ir bemorlarga i'oni yig'ish e'lonlari tarqalib turadi. Uyg'ur yoshlari aqliy fon orqali qaytadan islomlashdimi? Bu savolga javob izlashdan burun men Önüdarda kuzatgan ma'rif saviyasi eng tuvan, yashi eng kichik ma'lum bir nahiyaning bozorida qurilish ishchisi bo'lib ishlaydigan A yoshning Önüdar do'stlar chemberiga yo'llagan manbalariga diqqatimizni ag'diraylik. Jin tablig'i. A 2013 yili atiyazda Jin bilan suhbat, Jin tablig'i nomli bir unvojitini Yoku to'ri orqali o'zining Önüdar betiga ham bahra qildi. Shu chaqda mening ko'rganimda bu un hujjati 487 va 287 qadamdan ortiq ko'rilib bo'lgan. Bu jin tablig'i bir yezidagi taqdan bag'dan islom dini to'g'risida so'zlaydigan bir ayol baxshining bir turkum Uyg'ur yoshlariga qilgan vaz nasihatlar bo'lib, bu un hujjatining uzunligi 55 minut edi. Bu Bu baxshi ayol asosliq o'zining payg'ambar alayhissalomni ko'rganligini, jinlarning islom diniga kirib namoz o'qiganligini, keyin anglag'uchi yoshlarning bu ayoldan payg'ambar alayhissalom bilan o'zlarining ko'rishish orzularining borligini va bu ishga yo'l ko'rsatib yordamda bo'lishni so'raganda qattiq xafa bo'lib tashilib ketganligini va bu savolni so'raganligining o'zida qattiq gunoh bo'lganligi, yoshlarning o'z gunohlari uchun tavba qilish kerakligi va ayollarning sirtqa chiqib xizmat qilishning harom ekanligi qatorliq vaz nasihatlarni qiladi. Jihad chaqiriqi. Bir qavm, bir millat Allohni unutib qoladi ekan, Alloh ularni tashlab o'tadi. Alloh tashlab o'tgan qavmning, Alloh tashlab o'tgan oilaning yoniga shayton keladi.
isrofchilar keladi, tajovuzchilar keladi, qo'l qiladi, dushmanlar keladi, o'ldiradi. Xitoy kommunistlarga o'xshash. Millat qaysi qavm Allohni unutib qoladigan, Alloh ularni tashladi. Alloh tashlab etgan insonning iniga, Alloh tashlab etgan oilaning iniga, Alloh tashlab etgan qavmning iniga shayton keladi. Isrofxo'rlar keladi, tajovuzchilar keladi, qul qiladi. Dushmanlar keladi, o'ldiradi. Fitna fasod taraydi. Zinoy zalolat avjiga chiqadi. Qimor, haroq, muzika millatning ichiga qarab keladi, u millatni zanjirlaydi. Bu millat o shaytonning qalqinishida, shaytonning muasirasidan chiqolmay, oqibat jahannamga giribtor bo'ladi, dunyoda va yoki oxiratda. Alloh xolisa bu millatni, bu qavmni osmonlarga chiqib yoki ko'mtirib o'tadi, Lut alayhisolatu vasallamning qavmiga o'xshash. Allah subhanahu wa ta'ala xolisa bu haddidan oshgan qavmni Nuhning qavmiga o'xshash suvga yutqizib o'tadi, Sumatra, Indoneziyaga o'xshash. Allah xolisa bir qavmga shamol ofatini beradi, Amerika, Amazon, Shimol Amerikadagi quyin ofatlariga o'xshash. Allah subhanahu wa ta'ala xolisa haddidan oshgan qavmning ustiga zolim podshohlarni hukmron qilib qo'ydi, Uyg'ur xalqiga o'xshash. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nı unutkan, Allah'a karşı çıkan, özünün kibirlikleri bilen, hasetxo'rliklari bilen, fitneleri bilen cemiyetini veyran kılavatkan, ata-analarını, balcaklarını, urug' tuqqanlarını veyran kılavatkan o insanlarını Allah mümin xalisa şunu kılıdı ki, Allah xalisa her xil cezalarını dünyada berdi. O dünyada beğenmese kıyamet günü cehennemden şiklerini o milletin üstüne geçirdiğini kıramış. Şunun için Allah'ını unutib qolgan millet cezanın içinde oynaydi. Yani xolisa o millet o'zining jazolanayotganligini biladi, xohlamasa bilinmaydi. Alloh taolo xolisa bir millatga o'zining jazosining berganligini uqtirdi, xohlamasa jazosini berganligini uqtirmaydi. O millet aslida jazoning ichida bilmasdan o'zining jazolanayotganligini bilmay o'tib ketadi. Bizga o'xshaydi. Anamga yozilgan xat. Bu ün asli bir qancha yillar ilgari YouTube kanalida Sharqiy Turkiston Islom partiyasi tashviqot bo'limi tomonidan sin film shaklida 2009-yildagi 5-yil qanliq voqeasining rasmli ko'rinishlari bilan Afg'onistondagi Sharqiy Turkiston mujohidlarining harbiy mashq ko'rinishlari kirishtirilib, kasbiy saviyada ishlangan bo'lib, Undidar qatorliq ijtimoiy aloqa torlarida aynan mushu sin filmning ovozliq nusxalari tarqalgan. Bu sin filmning elinish uslubi, ko'rinishi va muzika ritmi qatorliq taraflardan tahlil qilsak, mushunga o'xshash Afg'onistonda va O'rta Sharqda arabcha tillarda ishlangan jihad qilishni targ'ib qilgan ön sin filmlariga o'xshaydiganligini bayqaymiz. Mana bugun sizlardan to'liq yiroq bir qishloqlarda hayot mo'matliq oxirgi so'zlarimni aytib o'tiribman. Mening shuncha mushaqqatlarga bardoshlik berib, sizlarni tashlab ijrat qilishimning birdan bir sababi Alloh subhanahu va taolaning dinini ado qilishdir. Jinim ana, Rabbimiz Alloh taolaga vafo qilish uchun sizga bevafo bo'ldim. Kundilik namozlarimizda tilovat qilayotgan Qur'onning sharifini qo'llash uchun qo'limga qurol oldim. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin hürmetini qo'llash uchun jangga tayyor bo'ldim. Ana, pat arada inshaalloh Rabbimga muloqot bo'lishi mumkin. İnşallah qabul bo'lgan shahodat bilan jannatlarda ko'rishamiz. Ey ana, ey mujohid anjorlar, bugungi kunda sizlar hargiz yolg'iz emaslar. Nurg'un analar sizlarga o'xshash farzandlarni Alloh yo'liga atab duoda o'tiribdi. Hargiz qayg'urmanglar. Bu ayrilish haqiqiy ayrilish emas. Haqiqiy ayrilish bo'lsa, jannat bilan jahannam o'rtasidagi ayrilishdir. Sizlarga o'g'il bo'lib berilibdi. Albatta, haqiqiy erkaklik yashash uchun shirk kufrni yer bilan yakson qilib, musulmon onalarimizning qadr-qimmatini himoya qilish uchun biz shu yo'lni tanlaganmiz. Mush fursatdan foydalanib, o'g'il qizlarni Alloh uchun atagan hijratni, jihadni
jihad maydonidagi izzatni ixtiyor qilgan har bir mujohid va mujohida qarindoshlarimizning onalaridan rozilik so'rayman. Rozi bo'l ona, rozi bo'l ona. Birov esa 100 yil yashasan to'shqondek, deydim afzal bir kun yashashdir yo'lbozdek. Birov esa 100 yil yashasan to'shqondek, deydim afzal bir kun yashashdir yo'lbozdek. Shan ona o'g'lim amdi bir mujohid, bo'lsin menda oliy himmat va shijoat. Shan ona o'g'lim amdi bir mujohid, bo'lsin menda oliy himmat va shijoat. Kesib tog'lar ko'rpam bo'lsin shu toshlarda, hayot bo'lsam o'ssin umrim bu jihodda. Kesib tog'lar ko'rpam bo'lsin shu toshlarda, hayot bo'lsam o'ssin umrim bu jihodda. Duo qilg'in namozingda sen Allohga, Mus'ab kabi shahid bo'layman janggohda. Duo qilg'in namozingda sen Allohga, Mus'ab kabi shahid bo'layman janggohda. Bir kunlarda birsi tushkun past ovozda, o'g'lim o'ldi desa onaga navoda. Bir kunlarda birsi tushkun past ovozda. Anamga yozilgan xatning she'ri teksti. Birov aytsa 100 yil yasharsan toshqandek, aytdim afzal bir kun yashashdir yo'lbozdek. Tushan ana o'g'ling amdi bir mujohid, bo'lsin menda oliy himmat va shijoat. Kezib tog'lar ko'rpam bo'lsin shu toshlarda, hayot bo'lsam umrim o'ssin bu jihatda. Yuqorida A yoshning o'nidarda ham bahri bo'lgan media manbalarini anglash orqali o'zimizdan undaq savollarni darhol so'raymiz. Uyg'ur yoshlari yaqinqi yillardan buyon qaytadan islom dinini tepib oldimi yoki qaytadan islomlashdimi? Texmo aniq qilsak, ijtimoiy tor vositalarida tarqalayotgan bu turdagi oshqo'lliq da'vatlari qaysi xildagi islomiy mazhabga kirdi? Uyg'ur yoshlari bugun islom dini uchun kurash qilishga, butun dunyodagi izlayotgan musulmonlar uchun kurash qilishga da'vat qilinyapti. Yoki Uyg'urlar dinni qo'zg'atqich kuch qilib qo'llanish orqali o'zlarining erkin, mustaqil yashash orzusini amalga oshirish uchun tanlagan vosita deb tushunsak bo'lamdi. Bu xildagi tashviqotlar faqat mavhum tor dunyosida aks etyapti yoki Uyg'urlarning jonliq hayotidami tashabbuskorlik bilan o'z kuchini namoyon qilyapti? Bu tabiiyki nihoyat murakkab. Hozircha javob berish qiyin bo'lgan savollardir. Biroq shunisi aniqki, Xitoy hukumatining yaqinqi yillardan buyon Uyg'urlarning diniy va milliy huquqlariga qarata qattiq tizginlash, bostirish siyosatlarini ijro qilib kelayotganligi sababidan bo'layotganligini hamma birdek e'tirof qiladi. Uyg'ur jamiyatiga jiddiy xiris qilayotgan bugungi Xitoy madaniyat assimilyatsiyasining tahdididan Uyg'urlar o'zlarini qanday qo'g'dish to'g'risida Uyg'ur ziyolilarining fikrlari o'zgacha. Erkin Osiyo radiosiga suhbat berib, o'z qarashini sharhlagan doktor Erkin Sidiq apandi bundoq deydi. Islom dini Uyg'urlarning milliy mavjudligini saqlab qolishdagi eng muhim omil. Egallangan o'nidar qatorliq ijtimoiy taratqulardagi dalillik manbalari bizga shuni ko'rsatadiki, Uyg'ur yoshlarining to'rda qaytadan islomlashishi yoki ochiqroq qilib aytganda, Uyg'ur vatanida keng qo'llaniladigan o'nidar orqali ijtimoiy taratqularda aktivlik bilan islom da'vatchiligi targ'ibot olib berishning yaqinqi 2 yildan buyon avj olganligini inkor qila olmaymiz. Bu turdagi targ'ibotlar toki 2014-yili 22 may Urumchi adliyalik bozorida bomba portlashga davom qilgan. Doiralar shu voqeadan keyin uzoq o'tmay o'nidarda islomiy mazmundagi temalarni tarqatganlarni tutqun qilish harakatini qo'zg'ab, G'ulja, Xotan, Qashqar, Aqsu qatorliq ko'pligan Uyg'urlar markaziga o'ltiraqlashgan shahar yezlarida aqlifon ishlatuvchilarining aqlifonlarini xalqan vaqtda tekshirish turidagi zarba berish, bostirish shamili qo'zg'ab, nurg'unlagan yoshlarni qo'lga olgan va ommaviy jazolash faoliyatlarini uyushtirib kuch ko'rsatgan. İnsanlarning tug'ilishida bar bo'lgan erkin fikr qilish huquqi Xitoy davlat kuchi orqali qattiq cheklanayotgan bugungi Uyg'ur jamiyatida Uyg'ur yoshlarining uchur davridagi o'z jamiyatida yuz berayotgan bu xil siyosiy zo'ravonlik, irqiy kamsitish qilmishiga qarata to'r mavhum dunyosidagi inkosimi xoslikqa ega bo'lib, o'zgacha satirik, komediyalik va badiiy o'xshatish tillari bilan o'nidar do'stlar chambrikida o'z ifodasini topadi. Bu bayonotlarimizning misoli sifatida biz avval tanishib o'tgan Urumchilik yoshning o'nidar do'stlar chambarkida yo'llagan tuvandagi
tutib oladi nomli satirik chachma she'risini o'qib chiqayli. Tutib oladi. Telefonga qalaymagan narsa qashlamang, tutib oladi. Kompyuterga qalaymagan bir narsa qashlamang, tutib oladi. Haqni so'zlamang, tutib oladi. Uyingizda kitob material saqlamang, tutib oladi. Saqal qo'ymang, tutib oladi. Yuzingizni yapmang, tutib oladi. Yaxshilikqa buyurmang, yomonlikdan to'simang, tutib oladi. Yaxshilik yo'llariga pul xarjlamang, tutib oladi. Tutib olinganlarning oila taobatlaridan nari turing, tutib oladi. Mashinangizga ro'pash salmang, tutib oladi. Ammaviy so'rinda namoz o'qimang, tutib oladi. Tabliğ anglamang, tutib oladi. Bak ko'p. Bularga yaxshi ko'rilmaydigan ishlarni qat'iy qilmang, tutib oladi. Chunki yaxshilik va yomonlik mushlarning qo'lida. Taqdir mushlarning qo'lida, ularga ishoning. Endi tuvandagi xo'sh xabarga quloq soling. Aroq iching tutmaydi, tamaki iching tutmaydi. Zina payishlik qiling tutmaydi. Aldamchilik, saxtapazlik qiling tutmaydi. Yolg'on so'zlang, ota-onangizni qaqishdan tutmaydi. Yarim yalang'och kiyimlarni moda kiying tutmaydi. Ularni maqtang, rahmatiga yashqanlar o'qing tutmaydi. Chunki dal shular bizga rizq beryotidi. O'qiyotganlarni chaqing, ularga tutib bering, mukofot berdi. Chunki ular sizni jannatga kirgizadi. Gap anglang, bak ehtiyot qiling. Bo'lmasa qarang'i uyda yetib mo'miyasiz. Xitoy hukumatı yillardan buyon Uyg'ur masalasida quyruq ko'rsatib o'pka setish hunarini qo'llanib kelgan bo'lib, Uyg'urlarning turli haq-huquqlarini dafsanda qilishni to'xtatish masalasini negizdan hal qilib, o'zaro yarashish vaziyatini kontrol qilish va yumishtish yo'llarini izlashdan ko'ra qandaqdir bir ichki tashqi kuchlarga artib o'z jinoyatlarini yoshirishga, e'tirof qilmaslikqa va dunyo jamoatini aldashga urinib kelmoqda. Xitoy rasmiy axborotlarda yoki diplomatiya sahnalarida g'arb siyosatiga mos holda targ'ib qilinayotgan Uyg'ur vatanida yuz berayotgan qonliq voqealarni bir turkum islomchi diniy oshqonlar yoki islom jihodchilari va yoki nomi ulug' Sharqiy Turkiston islom harakatining birdek o'rinlashtirishi va peralishi bilan yuz beryotidi deb da'vo qilib kelayotganligi hammaga ma'lum. Ammo bu qarashlarning qanchalik rost va yolg'on ekanligiga baho bera olmaymiz. Chunki Xitoy hukumatı 2009-yildagi 5-yo'l qonliq voqeasidan keyin rayonga mustaqil xalqaro tekshiruvchilarni yoki chet el muxbirlarini berib naq maydondan xabar qilishni cheklab keldi. Shu sababdan g'arb ellari Xitoyning bu xildagi atalmish Uyg'ur islom jihatchiligi ma'lumotlariga ishonmay kelyotdi. Xitoy hukumatı hozir qadar Uyg'ur elidagi zo'ravonlik voqealariga qarata sabab natija munosabatida hal qilish yo'lini istamay, muqimlik hammadan a'lo shuarini davron qilib salib, voqea yuz berish sababini o'tirg'a qo'ymaslik, hal qilmaslik, ochiq oshkora bo'lmaslik, chet el muxbirlarining betaraf holda naq maydondan xabar berishiga yo'l qo'ymaslikdek davlat irqchilik, diktatorlik tuzumlarini yurgizib, Uyg'ur masalasida dunyoning diqqatini dunyo siyosatida moda bo'layotgan islom jihatchilariga bog'lab ko'rsatish orqali Uyg'urlarni texnik qattiq bostirish siyosatlarini ijro qilyotdi. Xalqaro siyosiy sahnada bo'lsa, o'zining iqtisod va savdo tijorat jihatdagi afzal kozlarini o'ynab, G'arbning islom jihatchiligiga qarshi harakat shamilidan ustunlik bilan foydalanib, o'zini islom jihatchilarining ziyonkashligiga uchrag'uvchi davlat qilib ko'rsatib, Uyg'urlarning haqliq huquq da'vosini bostirish harakatlarini qonunlashtirishga urinib kelmoqda. Önderda ko'zlangan manbalar yana bir tarafdan shuni ko'rsatadiki, 20 yildan buyon Xitoy davlati tomonidan Uyg'ur vatanida to'xtovsiz olib berilayotgan har turli ko'rishlar natijasida, bo'libmi 2009-yil 5-yo'l qonliq voqeasidan keyin Uyg'ur jamiyatining ruhiy holatida o'zgarish bo'lgan. Bo'libmi yangilikni tez qabul qiladigan yoshlarda musulmonlik kimlik eng ro'shan kuchaygan. Chechi uchur detalidan keyin önderning Uyg'ur yoshlariga olib kelgan aloqalashishlik texnik qulayliklari nihoyat zo'r bo'lgan. Hatto yoshlar doiralarining to'r cheklamasini buzib o'tib, o'zlari qiziqadigan dunyoviy islom manbalarini to'plash, rasm, ön va sin manbalarini yig'ish va tahrirlash, islomiy vaz-nasihat va fatvolarni tarqitish, o'zaro o'z diniy e'tiqod to'g'risida aktiv fikr almashtirish, islom da'vatchiligini elib berish qatorliq mazmunlarni ko'plab yo'l olganini ko'ralaymiz. Tabiiyki, yoshlarning aqli fon orqali o'ndidar Facebook qatorliq ijtimoiy taraqqiyotlardagi bu xil faoliyatlari ularning o'zlariga islom dinini to'g'ri o'rganish, haqiqiy taqvodor musulmon bo'lish, o'zaro ruhiy madad, birlik va inoqlik istash, islom dini va islom yo'llarini birlikda o'rganishdek islomiy ummatlik yo'llarini tutganligini bilalaymiz. Bu aqli fon orqali o'ndidarda elib berilayotgan da'vatchilik faoliyatlari yana o'z navbatida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata yurgizilayotgan turli shakldagi islom diniy ibodat va kiyim-kechak urf-odatlarini cheklash qilmishlariga qo'shilgan siyosiy va iqtisodiy ijtimoiy nohaqchiliklarga qarata norozilik inkozining siyosiy islom tusidagi jihad qilish targ'ibotlari bilan aralashib o'z ifodasini tepib ketayotganligini ko'ra olamiz.
Xitoy hukumatining Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligini qattiq bostirish natijasida Uyg'urlar o'z milliy va diniy mavjudligini saqlab qolishda og'ir xiristlarga duch kelyotidi. Mutlaq ko'p qism Uyg'ur ziyolilari Uyg'urlarning islom diniy e'tiqodi, Uyg'ur milliy kimligi va milliy urf-odatlarini saqlab qolishda Xitoy madaniyatiga assimilyatsiya bo'lib yo'qolib ketishning oldini olishdagi birdan-bir tanlash yo'li deb qaraydi va Uyg'urlar o'zlarining islom diniy e'tiqodida tavranmay ching turishni tashabbus qiladi. Uyg'ur media taratquvilari, ijtimoiy aloqa vositalari va torbatlardimi agar Uyg'urlar o'zlarining islom diniy e'tiqodida ching turgandilar, Xitoy hukumatining ijro qilayotgan dinsizlashtirish siyosati natijasida kelib chiqqan Uyg'ur jamiyatidagi axloq krizisi va aydiz kasallik qatorliq ijtimoiy illatlarning keng yamirishining oldini olg'ili bo'lganligini, Uyg'urlarning milliy inoqlik va milliy birligini amalga oshirib, Xitoy madaniyat assimilyatsiyasida yo'qolib ketishdan unumli saqlangan bo'lganligini ilgari surdi. Xulosa. Maqolada man nishon qilingan 6 kishining unidardagi faoliyatlardan va bir do'stlar chambarga yo'llangan yo'llanmalardan shunda xulosaga kelamizki, yoshi eng kichik, hayot tajribasi eng kam, jamiyatdagi ijtimoiy o'rni eng tuvan bo'lgan yosh islom oshqo'llig'iga va islom jihatchiligiga munosabat temalarni eng ko'p yo'llagan. Umuman qilib aytganda, unidarda yo'llangan islomiy mazmunlardan tuvandagi 2 yakun xarakterli savol chiqaramiz. 1. Uyg'urlar faqat islom yo'lini mahkam tutib, taqvodor musulmon bo'lgandilar o'zlarini Xitoy assimilyatsiyasidan saqlab qolarlardi. 2. Faqat Uyg'urlar islom dinida ching turgandilar, dinsizlar hokimiyat yurgizgan o'z jamiyatidagi zahar chekish, aroqkashlik, buzuqchilik, o'g'irlik, yolg'onchilik qatorliq ijtimoiy axloq illatlarini tuzdalamdi. Albatta, ularning aqli fon orqali o'ndidor qatorliq ijtimoiy aloqa vositalarini qo'llanishi bir masala emas. Masala Uyg'ur jamiyatiga bo'libmi yoshlarga dunyoviy islom oshqo'llik ideyasining islom jihatchilik targ'ibotlarining sinib kelishi va jamiyatning o'zgarishiga ta'sir qilishi, texmi ko'p zo'r ko'lamli qonliq voqealarning yuz berish ehtimolligini keltirib chiqarishidir. Xitoy hukumati rayonda yuz berayotgan zo'ravonlik voqealarining davom qilishi bilan yaqin oylardan boshlab ijro qilinayotgan undidarda islomiy mazmundagi temalarni yo'llagan va aqli fonlarda saqlagan yoshlarni tekshirish, tutqun qilish harakatlarini umumyuzlik boshlagan. Xitoy hukumati hozir ijro qilayotgan barliq cheklash va qattiq bostirish harakatlari balkim bu xildagi g'ayri rasmiy islom oshqo'llik ideyalarining Uyg'ur jamiyatida yamarab ketishini ma'lum shaklda tizginlashi, vaqtincha oldini olishi mumkin. Ammo masalaning yildizi bo'lgan Uyg'urlarning dafsanda qilinayotgan inson haq-huquqlarini talab qilish harakatlarini to'sib qila olmaydi. Uyg'urlarning bugungi jiddiy vaziyatini yaqindan ko'zib kelayotgan ko'p sondagi g'arb va Uyg'ur ilm odamlari mundoq deb qaraydi. Xitoy hukumatining hozir Uyg'urlarning barliq diniy, siyosiy, moddiy, madaniy va ijtimoiy haq-huquqlarga qarata qattiq ijro qilayotgan bostirish siyosati bugungi zo'ravonlik voqealarining yuz berishini keltirib chiqardi. Agar Xitoy hukumati butun Uyg'ur millatiga qartilgan bir xildagi butun bir millat sifatida jazolash, milliy va diniy kamsitish, bostirish siyosatlarini vaqtida o'zgartmaydi ekan, amaliy harakati bilan haqiqiy yarishish yo'llarini izlab, Uyg'urlarning haqliq talablarini kafolatga ega qilmaydi ekan, rayonda Xitoy hukumati orzu qilgan inoq jamiyat amalga oshmaydi. Bu yerdagi kishini ansirtadigan ahvol shuki, Xitoy hukumatining bu xildagi qattiq bostirish va cheklash harakatlari Uyg'urlarda texmi qattiq islom radikalligining paydo bo'lishini keltirib chiqarishi mumkinchiligidir.